Abu Sufyon Abbosning huzurida qolgan kechaning ertasi kuni tongda musulmonlarning bomdod namozi uchun uyg'onib, tahorat olish uchun tarqalishganiga guvoh bo'ldi. Abu Sufyon buni ko'rib qo'rqib ketdi. Abbos dedi: "Qo'rqma ey Abu Sufyon. Ular azonni eshitishdi, namoz uchun tarqalishyapti. Men ham ular bilan birga namozga boraman. Musulmonlar qanday namoz o'qishlariga nazar sol." Allah